Yillar davomida mamlakatimizda minglab fuqarolar o'zlari yashayotgan uy-joylariga bo'lgan huquqlarni to'liq rasmiylashtira olmasdan kelgan. Bunga ayrim hollarda yer uchastkalarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi, ajratilgan maydondan ortiqcha foydalanilishi yoki turli sabablarga ko'ra hujjatlarning to'liq rasmiylashtirilmagani sabab bo'lgan. Natijada fuqarolar o'z mulklarini sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish yoki bank xizmatlaridan foydalanishda qator muammolarga duch kelardi. Eng asosiysi, ko'p yillardan buyon yashab kelayotgan uy-joylarning huquqiy maqomi noaniq bo'lib qolayotgan edi. Mazkur masalaga huquqiy yechim berish maqsadida O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-son qonuni qabul qilingan. Qonunga muvofiq belgilangan talab va fuqarolarning huquqlari e'tirof etilishi mumkin. Bu esa ko'plab yurtdoshlarimiz uchun yillar davomida yechimini kutayotgan masalalarga qonuniy asosda nuqta qo'yish imkonini yaratmoqda. Bugungi kunda mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida respublikaning barcha hududlarida keng ko'lamli xatlov ishlari olib borilyapti. Xususan shu kungacha 1,5 milliondan ortiq obyekt kadastr xodimlari tomonidan xatlovdan o'tkazildi. Bunda dastlab mahallalar hududi GPS texnologiyalari orqali aniq chegaralanadi. Shundan so'ng hududlar muhandislar o'rtasida taqsimlanib, har bir xonadon va obyekt bo'yicha o'rganish ishlari olib boriladi. Muhandislar tomonidan to'plangan ma'lumotlar UZCAD axborot tizimiga kiritiladi. Agar obyekt bo'yicha ortiqcha foydalanilgan yoki o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlari aniqlansa, ma'lumotlar avtomatik ravishda e'tirof axborot tizimiga yo'naltiriladi. Mazkur tizim orqali 20 ga yaqin davlat idoralaridan iborat komissiya har bir obyekt bo'yicha xulosasini beradi. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida qonun ijrosini ta'minlash yuzasidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarni bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazish bo'yicha mahallalar kesimida reja grafik ishlab chiqilgan. Unga muvofiq joriy yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining 99 ta mahallasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarga Davlat kadastrlari palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi filiallaridan qariyb 200 nafar mutaxassis jalb etilgan. 903-son nizom bo'yicha kelamiz, ko'ramiz dokumentlarni, abres tuzamiz, yerlarni, joylarni qaytadan o'lchaymiz barini. O'lchab, UZCAD platformasini toza bazamizga olib tushiramiz, tekshiruvga yuboramiz. Tekshiruvga borib, komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqiladi, bari ma'qullab, xudo xolasa hammasi yer yo'q fuqarolarimizga atlarni yer bekitib beradi toza nizom bo'yicha. Joriy yilning 10-iyun holatiga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida 119.174 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 33.553 ta obyekt hujjatlari e'tirof avtomatlashtirilgan tizimiga kiritilgan. Balamning atına 24 sotuk yerdi o'tkirdi, hukumat basin yig'ilib, qolgan 32 sotuk yerimda tamarqa yer qilib berdi. Burun qo'rqatug'in edik, birov olib qo'yama yerlarimizni deb. Ayni paytda 24.403 ta obyekt muhokama jarayonida bo'lsa, 2114 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilingan. 661 ta holatda rad javobi berilgan. Shuningdek, bugungi kunga qadar 4146 ta obyektga nisbatan yer uchastkasiga ijara huquqi hamda bino va inshootlarga mulk huquqi e'tirof etilgan. Yana 509 ta ish bo'yicha to'lov jarayonlari yakunlangach, hujjatlar navbatdagi bosqichga o'tkaziladi. Xatlov ishlari Farg'ona viloyatida ham izchil davom etmoqda. Kadastr xodimlari mahalla faollari bilan hamkorlikda har bir xonadonni o'rganib, hujjatsiz uy-joylarni xatlovdan o'tkazmoqda. Bugungi kunga qadar jami 158.500 dan ziyod obyekt xatlovdan o'tkazildi. Ularning 116.000 ga yaqini UZCAD avtomatlashtirilgan axborot tizimida faol holatga olib o'tildi. Shuningdek, 75.000 ga yaqin obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Ayni paytda esa 50.000 ga yaqin obyekt komissiya tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga aholiga qonunning mazmun mohiyatini tushuntirish, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari ham tashkil etilyapti. Yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida xatlov ishlarini amalga oshiryapmiz. Xatlov ishlarimiz hozirgi kunda 90% ga yetib bo'ldi ushbu mahalladagi. Har kunlik bizda ham ish rejamiz bor, reja grafikimiz bor, tasdiqlangan. U bo'yicha kamida 4 ta 5 tadan xatlov ishlarini amalga oshiramiz. Xatlovda o'lchangan xonadonlar bo'yicha UZCAD dasturiga migratsiya jarayonida 3 tadan yo 4 tadan faol holatiga o'tkazamiz. Har bir uyga kirganimizda fuqarolarimiz tomonidan o'z vaqtida bizga kerakli bo'lgan hujjatlar taqdim etsa, iloji bo'lsa mana shu uylari bek bo'lmasa, doim odam chiqib tursa, bizning ishlarimiz to'xtamaydi. Prezidentimizning tashabbuslarida yangi qonun chiqibdi. Shu
xonadonlarda kadastr hujjatlarini kadastr xodimlari kelib o'zlari chizib o'lchab ketyapgan. Aholi ham xursand bilan mana uyma-uy hammani yurib ko'rdi. Oldin bunaqa bo'lmasdi. Biz orqasidan yugurardik. Rahmat shuning uchun. Aqalbaqa yugurmaydi ekan, o'sha bir yerda o'tirib turib bajarilar ekan. Bu bizga ancha qulay bo'ldi. Tushunmaydigan odamlarga ham ancha yengil bo'ldi. Bugun joylarda olib borilayotgan xatlov ishlari minglab fuqarolarning uy-joylariga bo'lgan huquqlarini qonuniy asosda rasmiylashtirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi bu jarayon odamlarning o'z mulkiga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, mulkdorlar manfaatlarini himoya qilishning amaliy ifodasiga aylanmoqda.